Hammaga salom. Ushbu videoda men sizga 2026 yil uchun eng yaxshi 3 ta broker haqida gapirib beraman. Bu forix bilan qanday savdo qilishni o'rganmoqchi bo'lgan va internetdagi ko'plab brokerlar orasidan to'g'risini tanlashni bilmagan yangi boshlanuvchilar uchun juda foydali ma'lumot bo'ladi. Shaxsan o'zim men tajribamdan kelib chiqib aytaman. Umuman olganda men shunday odamman. Doim izlanaman, ko'p o'qiyman, ko'p ma'lumot olaman. O'zim uchun aniq 3 ta broker tanladim. Ularda ishlash mumkin va depozitingiz uchun xavotirlanmasangiz ham bo'ladi. Xo'sh, birinchi broker men alohida ta'kidlamoqchi bo'lgan eng zamonaviy va bozorlarga eng tez chiqish imkoniyatiga ega broker. Umuman olganda men sinab ko'rgan barcha brokerlar orasida bu broker birinchi o'rinni egallaydi deb o'ylayman. Uning bajarilishi, pulni olish vaqti u yerda deyarli avtomatik versiyada 3 daqiqaga yetadi. Ya'ni hech kim sizning tranzaksiyalaringizni ko'rmaydi. Hech kim u yerda 3 kun kutishingiz shart emas. Siz bir zumda pul yechib olasiz. Va bu broker Finance deb ataladi. Sizning e'tiboringizni jalb qilmoqchi bo'lgan birinchi narsa bu brokerning litsenziyalari soni. Bu shunday bo'ladi. Men ularni sanab o'tmayman. Shunchaki ko'rib chiqing va agar sizni qiziqtirsa, har bir litsenziyaga o'qing va bu broker qanchalik jiddiy ekanligini o'zingiz tushunasiz. Bu broker xalqaro broker bo'lib, oylik savdo aylanmasi bo'yicha birinchi o'rinda turadi va barcha xalqaro brokerlar orasida, agar adashmasam, oyiga $4 trillion dan ortiq savdo aylanmasiga ega. Faqat tasavvur qiling, $4 trillion. Bu allaqachon brokerning ko'lami va jiddiyligi haqida gapiradi. Faqat shu omilning o'zi ham unga ishonch bildirish mumkinligini ko'rsatadi. Ushbu savdo hajmiga asoslanib, bu yerda ko'proq likvidlik mavjud va shuning uchun kamroq sirpanish va savdolarni yaxshiroq bajarish. Bundan tashqari, Finance juda qattiq spritlarni yaratishini payqadim. Bunday super past spritlar bilan oltin bilan savdo qiladigan brokerni hech qaysi joyda topa olmaysiz. Shunday qilib, men boshida juda tez olib tashlash haqida aytib o'tganman deb o'ylayman. Shuningdek, qo'llab-quvvatlash xizmati 24 soat, haftaning 7 kuni ishlaydi va pul yechib olish istalgan kartalar, kriptovalyuta yoki elektron hamyonlar orqali amalga oshiriladi. Bitta kamchiligi bor, do'stlar. Bu hozirda Rossiyada ushbu brokerda ro'yxatdan o'tib bo'lmasligidir. Ya'ni, agar siz Rossiya fuqarosi bo'lsangiz, savdo hisobini ocha olmaysiz. Lekin men buni qanday qildim? Men shunchaki Rossiya fuqarosi bo'lmagan do'stlar topdim va brokerni do'stim nomiga ro'yxatdan o'tkazdim. Lekin rostini aytsam, bu albatta siz qila oladigan narsa emas. Ammo agar siz Rossiya fuqarosi bo'lsangiz va ushbu brokerga e'tibor berishni va undan foydalanishni boshlashni istasangiz, unda siz buni shu tarzda boshlashingiz mumkin. Ya'ni bu yerda hech qanday dahshatli narsa yo'q. Shunday ekan, undan foydalaning. Aytgancha, ro'yxatdan o'tish havolasi ushbu video ostida. Bundan tashqari men ushbu brokerni alohida ko'rib chiqqan video bor. Men bosqichma-bosqich tekshirish va ro'yxatdan o'tishni ko'rsatgan videoga havola ham bor. Shuning uchun albatta tomosha qiling va foydalaning. Shunday qilib, ikkinchi broker Yevropa sifatiga ega premium broker, xalqaro broker Fupro. Endi siz chap yoki o'ng tomonda ushbu brokerga tegishli barcha litsenziyalarni ko'rasiz. Bu shuningdek jiddiylik haqida gapiradi. Bu broker xalqaro bozorda juda katta vaznga ega va siz litsenziyalar soniga qarab, undan hech qanday muammosiz foydalanishingiz mumkin. Ushbu brokerda Trader deb nomlangan alohida ilova mavjud. Siz uni App Store'dan yuklab olishingiz mumkin. Bu super juda tez ilova. Ushbu ilovada tranzaksiya tezligi 11 millisekunddan kamroq. Ya'ni, Trader platformasi eng yaxshi platforma hisoblanadi. Agar siz tezkor savdolar, masalan, scalping bilan shug'ullansangiz, bu platformadagi tezkor amalga oshiriladigan ko'plab bitimlar hisobiga siz Trader ilovasi orqali scalping qilishingiz mumkin. Hozir broker 2006-yildan beri faoliyat yuritadi. Bilmayman, lekin menimcha u butun faoliyati davomida 100 dan ortiq mukofot olgan. Va men u haqida hech qanday salbiy bayonot yoki sharhlarni hech qayerda ko'rmadim. Ya'ni, sotib olinganlar ham bo'lishi mumkin. Menimcha, bular qandaydir salbiy narsalarni yozadigan pullik raqobatchilardir. Ammo aslida, agar siz bunga jiddiy yondashsangiz va internetda qidirsangiz, ushbu broker haqida hech qanday salbiy narsani topa olmaysiz. Shuningdek, men avvalgi broker ham o'zining alohida platformasiga ega ekanligini aytishni unutibman. Bu platforma orqali siz hatto kriptovalyuta bilan ham savdo qilishingiz mumkin. Do'stlar, Binance yoki Bybit birjalarida kriptovalyuta bilan savdo qilayotganlar, sizlar shunchaki telbasizlar, chunki juda katta komissiya to'laysizlar.
Bunday platformalarda har doim kriptovalyuta bilan savdo qiling. Bunday brokerlar bilan siz u yerda minimal spreadlar va minimal komissiyalarga ega bo'lasiz. Shunga ko'ra, men Fuproni ishonchliligi, tarixi va umuman ularning ilovasini qanday yaratganiga qarab eng yaxshi broker deb baholayman. Bu shunchaki menimcha mukammal kombinatsiya. Va agar siz ushbu brokerga qiziqsangiz, ro'yxatdan o'tish uchun ushbu videoning quyidagi havolasiga o'ting. Bundan tashqari, qanday qilib ro'yxatdan o'tishni ko'rsatgan alohida videoga havola bo'ladi. U yerda hamma narsa juda oddiy, iloji boricha sodda. Har qanday boshlangich buni qanday qilishni tushunadi. Va qarang, bu brokerni alohida ko'rib chiqish, haqiqatan ham batafsil ko'rib chiqish mavjud. U yerda biz saytni aylanib chiqdik, ya'ni bularning barchasi ergonomik tarzda qanday qurilganiga qaradik. U yerda ular tarixni bir oz qazishdi, chuqurlashtirishdi. Agar qiziqsangiz, boshqa batafsilroq videoni tomosha qiling. Shuningdek, 3-broker, RoboForex brokeri. Bu umuman olganda mening birinchi brokerim. Unda men savdo qilishni ehtimol 2017 yoki 18-yilda boshlaganman. Aniq eslay olmayman. Aynan RoboForex brokerida men savdo robotlarini o'rnatganman. Hatto nomining o'zi ham RoboForex, ya'ni broker aynan savdo robotlari uchun mo'ljallangan. Ammo bu masalan savdo roboti maslahatchisini oldingi brokerlarga ulay olmaysiz degani emas. Yo'q, RoboForex, menimcha, bilasizmi, ular aytganidek, mening Forexdagi dastlabki hayotim shu bilan boshlandi. Men unga qandaydir iliq munosabatdaman, chunki u bilan birga o'tkazgan vaqtim ko'p. Unda faol savdo qilaman, ko'plab savdo robotlarini sinab ko'rganman. U bilan iliq bir tarixim bor. Va bilasizmi, hech qachon unda qandaydir noqulayliklar yoki shunaqa holatlar bo'lmagan. Ya'ni broker meni xafa qilib, undan voz kechib, yomon gapira boshlagan paytim bo'lmagan. Men RoboForex brokeriga nisbatan juda ko'p nafratni ko'rganman. Lekin aslida shaxsiy tajribamga asoslanib, men unga katta yoki plyus beraman. Men uchun u allaqachon juda issiq va aziz va ehtimol bu 3-brokerni 2026-yilning eng yaxshisi sifatida tanlashga ham ta'sir qilgan. Bilmayman. Men shaxsan sinab ko'rdim va menga yoqdi. Siz savdo terminalini ulashingiz mumkin. Yangi boshlanuvchilar uchun qo'shimcha bonuslar ham mavjud. Agar siz ushbu video ostidagi tavsifimdagi havoladan foydalanib ro'yxatdan o'tsangiz. Bundan tashqari ushbu broker bilan katta savdo vositalarini ochishingiz mumkin. Ammo ehtiyot bo'ling. Agar siz to'laqonli bo'lsangiz va forex bozori nima ekanligini bilmasangiz, buni qilmaslikni tavsiya qilaman. Xohlaganlar esa depozitlarni qanday oshirishni bilishadi. Aytgancha, men shunchalik katta miqdordagi kaldradan foydalangan holda ushbu brokerda savdo hajmini qanday qilib $100 dan $850 ga oshirganim haqida oldingi videoni yozib oldim. Men u yerda katta tavakkal qildim. Agar qiziqsangiz hammasini tomosha qiling. Do'stlar, umid qilamanki sizlarga aytganlarimni unutganim yo'q va bu video siz uchun foydali bo'ldi deb umid qilaman. Va bu brokerlarni internetda qidirishni unutmang, chunki phishing saytlarni yaratadigan ko'plab firibgarlar mavjud. Siz depozit qo'yganingizda shunchaki pulingizni sarflaysiz. Ushbu videoning ostiga, tavsif ostiga oting. Barcha ro'yxatga olish havolalari rasmiy manbalardan olingan. Keyingi videoda ko'rishguncha.